Ziyoda opa videoga olyapti. Ana, Ziyobek ham qayerdadir ketyapti. Park. Hozir tushamiz. Gagarin haykali. Mana qaranglarchi opa, Ziyoda opa. Mana Gagarin. Ash qushlarga kelyapmiz-da. Ha, tut deyapsizmi? Ha. Biz qush boqqani kelyapmiz hozir mana u yerda. Mo'ladi. Nimalarini qarang, hidlarini. Qushlar joyga ketyapti. Bolalar qarang. Nima Ho'jon. Ular masjidda yurishadi, kecha buni boquvchisi bormi? Oho, domni tepalarida yashashadi-da, ona qarang tomida. Mana hech kim bo'lmaganda hovlilarda o'zimiz boqamiz. Ha, odamlar kelmaganlar. Odamlar kelmaydi. Kechi kelguncha ertalab boqamiz. Qarab turamiz. Biz bir haligi kosmonavtlar tomonga olib boruvdim Tsumga. Ash yerda kishi ham bo'kib olmaydimi, ko'p bermaymizmi desam, necha tonna ham yeb tashaveradi deganda, ha, ko'p yer ekan. Oz beradi yana ham odamlar. Qorni och bo'ladi bulardi deganda, hayron qolganman. Hammasi keladi. Bola maza qilyapti. O yoqqa bormadik ko'p va Ber yana bugunga ham bergin deb tashla. Oğlum. Bo'pti, ho. Oğlum kan. Ana kitoblar bozorda ichida. Ming xil. Там человек наверху делает, ну, вон там, видите? Вон там. Ko'raman hozir qizim. Мне сказали, в следующий раз чекална. Akasi. В следующий раз это будет никогда. И у вас будут другие дела. Потом